Ankara'da oturuyorduk. Şimdi yer bulsa güzel aslında keşfetmenliği bir hareket etmeli diye yapıldı. Diyor. Maşinada umurada buluş gereği yani. Yo, sanoat zonasidan 15 sotuq yer bersiz, ishlab chiqarishni aşağı ko'chirmoqchiman. Nima ishlab chiqarasiz? Men ko'proq o'zimizni hunarmandchilik, hamma modikar bozorlar bor-ku. Shuni yo'q qilib yuboradigan, shu bitta telefonda shu ish beruvchi bilan shunday ish istayotgan odamni bog'laydigan. Shuni qilib bo'ldim. 100 milliondan oshib turib ketdi, uni qilib tayyor qilib bo'ldim. Faqat menga hozir qiynalayotgan joyim shuni mahallalar bilan targ'ibot qilish va shu 2-3 oyga podeshkaga mana shu startap loyihalarni rivojlantirish uchun subsidiyalar bor ekan. Shundan yordam kerak. Fabrikan qachon quriladi? Boshlayapmiz-da shu. Son ish kelguncha harakat qilib, fundamentlarni tez boshlab. Oyatullo. Bekatda ishlab chiqarishimiz bor. 50 ta ishchi o'rin bor. 50 ta. Shuni kengaytirmoqchimiz. Hop. Alama mablag'imizda muammo bo'lyapti. Qancha? Bankdan 100 ming dollar so'rasangiz, zalog beradi. Zalog tekshir muammo bo'lyapti. Aylanmaga ham garov bo'lish kerak. Aylanma mablag'ga Garov muammo bo'lgani uchun qanchasiga muammo bo'lyapti? garov yo'q ekan. Umuman yo'q. Zavodi bo'lsa, fabrikasi bo'lsa, nima оборудованияsi bo'lsa, boshqasi bo'lsa, bor deyapti-ku. Garov kerakmi? Yo'q, masalan, 50 ta mashinaga borib ishlayapti odam. Shular garov qilsa bo'lmaydimi? Yo'q, 50 ta mashina. Mana ko'ryapsan, hujjat so'raganing ham yo'q sen. O'zing ko'rmasdim, men ko'rsatdi. Hozir mana bu yangi degan proyektim. Ha. Maishiy xizmat pasi tepasini turarga mo'ljallayapman. Mana bu meniki. Hozir mana qo'shni magi domni qilgan, agrajdeniyasini o'rab chiqarishi bo'ldi. Mo qo'shni ham o'rab bo'ldi. Mo orqasida mana joy turibdi. Shuni qanchadir qismini qo'shib beradigan sharoitini auksionlar o'zimga qo'shib bersa, mana shu yerda bir yo'l qurilishini kattaytirib, anaqa qurilish qilmoqchiman shu yerga. Ertaga loyihalash ishlari ikkita joyga boshlanadi. Bittasini qurib bitishi bilan ikkinchisiga o'sha ishchi guruhni yo'naltirib yuboramiz. Xudo xohlasa ochilish marosimi. Shu bola, men mashinasini oldimasang bo'ldi.